Jeffrey Lionel Dahmer, Milwaukee kannibali yoki Milwaukee maxluqi nomlari bilan tanilgan amerikalik seriyali qotil, pedofil va jinsiy zo'ravon. U 1978-yildan 1991-yilgacha 17 kishini o'ldirgan. Jasadlar bilan o'zining jinsiy istaklarini amalga oshirgan. Keyin ularning tanalarini shafqatsizlarcha bo'laklarga ajratgan, ba'zi qurbonlarning go'shtini iste'mol qilgan. Dahmer va uning qotilliklari dahshat va hayratni uyg'otadigan tarixdagi eng qo'rqinchli hodisalardan biri sifatida eslanadi. Salom, bu nimadir TV. Biz bugungi videoda insoniyatni larzaga solgan qotil Jeffrey Dahmerning jinoyatlari haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Jeffrey Dahmer 1960-yil 21-mayda Wisconsin shtatining Milwaukee shahrida dunyoga keladi. Uning otasi kimyo talabasi, ilmiy kimyogar Lionel Herbert va onasi Joyce Annette. U oilada to'ng'ich farzand edi. Dahmer go'dakligida ota-ona mehridan mahrum bo'lgan. Onasi asabiy, urushqoq, eri va qo'shnilari bilan ko'p tortishadigan ayol sifatida tanilgan. Dahmer 1-sinfga borganida otasi talaba edi va o'qishi tufayli ko'p vaqt uyidan uzoqda bo'lgan. Onasi Joyce eridan doimiy e'tibor talab qilardi va oilaviy janjallar chiqishiga sabab bo'lardi. Bir safar u Equanil dorisi yordamida o'z joniga qasd qilishga uringan. Ota-onasi o'g'liga ko'p vaqt ajratmagan. Dahmer esa keyinchalik bolaligidan oilaning mustahkamligiga ishonmaganini, ota-onasi o'rtasida keskinlik va ko'plab tortishuvlarni eslaganini aytgan. 1966-yil oktyabrida oila Ogayo shtatining Doylestown shahriga ko'chib o'tdi. Dekabrda Joyce ikkinchi o'g'lini dunyoga keltirdi. Dahmerning otasi Lionel o'sha yili diplom oldi va Akron shahrida analitik kimyogar sifatida ish boshladi. Dahmer yoshligidan o'lik hayvonlarga qiziqqan. U 4 yoshligida otasi uy ostonasida hayvon suyaklarini topib oladi. U vaqti bilan tirik hayvonlarning tanasini o'rganib, suyaklari qanday joylashganini bilishga harakat qilgan. 1968-yil may oyida oila yana boshqa uyga ko'chib o'tdi. Uy 1,5 gektar o'rmonzor ichida joylashgan bo'lib, uy yaqinida kichik kulba bor edi. Dahmer bu yerda katta hasharotlar, olmaxon, sichqon, quyon va boshqa hayvonlarning skeletlarini yig'ishni boshladi. Bir kuni tovuq go'shti yeyish paytida Dahmer otasidan tovuq suyaklarini oqartirgichga solsa nima bo'lishini so'radi. Lionel o'g'lining ilmiy qiziqishini ko'rib xursand bo'ldi va hayvon suyaklarini xavfsiz oqartirish yo'llarini va suyaklarni uzoq vaqt saqlash yo'llarini o'rgatdi. Dahmer yo'l transport hodisasida nobud bo'lgan hayvonlarni yig'ib, ular ustida tajribalar o'tkazgan. Jeffrey Dahmer maktabida hech kimga qo'shilmasdi. 14 yoshida u pivo va spirtli ichimliklarni ichishni boshlagan. Ko'pincha ichimlikni maktabga kiyib kelgan kurtkasining ichiga yashirgan. U ko'p gapirmas edi, fanlardan o'rta baholarga o'qirdi. Dahmer o'zining eslashicha, balog'atga yetgach qizlarga emas, aksincha o'g'il bolalarga qiziqishini, ya'ni gomoseksual ekanini anglagan. Lekin ota-onasiga bu haqida aytmagan. Dahmer o'smirlik paytida erkak sherigini to'liq nazorat qilish va unga hukmronlik qilish haqida o'ylay boshlagan. Oilaviy nizolar sababli Dahmerning ota-onasi ajrashishga qaror qilishadi. Dahmerning otasi uydan chiqib ketib, mehmonxonada yolg'iz yashashni boshlaydi. Uning onasi esa kichik farzandini olib boshqa shaharga ko'chib ketadi. Dahmer bu vaqtda endi 18 yoshga to'lgan edi va u uyda yolg'iz qolgan edi. Dahmer o'zining birinchi qotilligini 1978-yilda maktabni tugatganiga atigi 3 hafta bo'lganida sodir etadi. 18-iyun kuni yo'l chetida avtomashina kutib, qo'l ko'tarib turgan 18 yoshli Steven Higgensni o'z uyiga taklif qiladi. Steven Higgins rock konsertiga yo'l olgan edi. Dahmer unga pivo ichishni taklif qiladi va uyga olib borishga ko'ndiradi. Chunki Dahmer bu vaqtda uyda yolg'iz yashayotgan edi. Dahmerning aytishicha, yo'l chetida turgan Higgsni ko'rishi unda jinsiy hissiyotlarni uyg'otgan. Biroq Higgs qizlar haqida gapirishni boshlaganida
u har qanday jinsiy urinishlarni rad etilishini bilgan. Bir necha soat suhbat, ichimlik va musiqa tinglangandan so'ng Hicks ketmoqchi bo'ladi. Shunda Damer uni 4,5 kilolik gantel bilan uradi. Hicks hushidan ketgach, Damer uni gantelning temir qismi bilan bo'g'ib o'ldiradi. So'ng uning kiyimlarini yechib, jasad ustida o'zini jinsiy ehtiyojini qondiradi. Bir necha soat o'tib, Damer jasadni yerto'laga olib tushadi. Keyingi kuni u yerda jasadni bo'laklarga ajratadi. So'ng qoldiqlarni hovlisidagi chuqurga ko'madi. Bir necha hafta o'tib, u qoldiqlarni qazib oladi va go'shtni suyaklaridan ajratadi. Go'shtni kislota bilan eritib, eritmani hojatxonaga oqizadi. Suyaklarni esa bolg'a bilan maydalab, uy orqasidagi o'rmonzor ichiga sochib yuboradi. Hicksning taqinchoqlarini va uni bo'laklashda ishlatilgan pichoqni daryoga uloqtiradi. Hicksni o'ldirganidan 6 hafta o'tib, Damerning otasi va o'gay onasi uyga qaytishadi va Damerning yolg'iz yashayotganini ko'rishadi. Avgust oyida Damer otasining qistovi bilan Ogayo shtati universitetiga o'qishga kiradi, lekin spirtli ichimliklarga doimiy qaramlik sabab o'qishdan haydaladi. (1979 yilning yanvar oyida Damer Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasiga borib qo'shiladi. Spirtli ichimliklar ichishni to'xtatmaganligi sababli uning natijalari va ko'rsatkichlari yomonlashadi. Shu sababli 1981 yilning mart oyida u armiya safidan bo'shatiladi. 1981 yil mart oyida Damer Florida shtatining Miami Beach shahriga ketishga qaror qiladi. Floridada u bir do'kondan o'ziga ish topadi va motelda xona ijaraga oladi. U maoshining ko'p qismini spirtli ichimliklarga sarflaydi va tez orada to'lov qilmagani uchun moteldan ham haydaladi. Damer oxir-oqibat otasiga qo'ng'iroq qilib, o'sha yilning sentyabrida Ogayoga qaytadi. Ogayoga qaytgach, Damer dastlab otasi va o'gay onasi bilan yashaydi. U spirtli ichimliklarni ko'p ichishda davom etadi va qaytganidan 2 hafta o'tib, mastlik va bezorilik uchun hibsga olinadi. Unga $60 jarima solinadi. Otasi uni ichkilikni tashlashni so'raydi, biroq bu samara bermaydi. Otasi Damerni buvisining yoniga Wisconsin shtatining West Allis shahriga yuboradi. Bu vaqtda Damer 21 yoshda edi. U faqat buvisiga ijobiy munosabat va mehr ko'rsatganligi uchun otasi buvisining ta'siri va uni ichishni tashlashga, ish topishga va mas'uliyatli yashashga undaydi deb umid qilgan. Dastlab Damer buvisi bilan cherkovga borar, uy yumushlarida unga qarashar va o'ziga ish qidirar edi. 1985-yilda u shokolad fabrikasiga ishga kiradi. Shokolad fabrikasidagi ishi kechki smenaga to'g'ri kelar edi. U 6 kun ishlardi va 1 kun dam olardi. Ishni boshlaganidan ko'p o'tmay, u Milwaukee shahridagi gomoseksuallar boradigan barlar, hammomlar va kitob do'konlari bilan tanisha boshlagan. Shuningdek, u bir do'kondan erkak manekenini o'g'irlab, uni qisqa muddat jinsiy ehtiyojlari uchun ishlatadi. Buvisi uni shkafdan topib olib, uni tashlab yuboradi. Damer hammomlarga muntazam qatnay boshladi. U keyinchalik ularni dam olish joylari deb ta'riflagan. Biroq jinsiy aloqalar paytida sheriklarining harakatlanishi uni asabiylashtirgan. Shu sababdan u sheriklariga uyqu dori qo'shilgan ichimliklar ichirgan. Sherigi uxlab qolgach, u turli jinsiy harakatlarni bajargan. Damerning bu ishlari hammom ma'muriyatiga yoqmagan va uning a'zoligini bekor qilishgan. Shundan so'ng u bu ishlarni mehmonxonalarda davom ettira boshlagan. Bir kuni Damer gazeta orqali 18 yoshli yigitning dafn marosimi haqidagi xabarga ko'zi tushadi va u yangi ko'milgan jasadni qazib olib, uyga olib kelishga qaror qiladi. Bu rejani amalga oshirish uchun u tobutni kavlashga borganida yer qattiqligi sababli bu rejadan voz kechishga majbur bo'ladi. (1987 yilning noyabrida Damer hali buvisi bilan yashayotgan bir vaqtda Michiganlik 25 yoshli Steven Tuomini barda uchratadi va uni Milwaukee shahridagi Ambassador mehmonxonasiga borishga ko'ndiradi. Damer o'sha kecha uchun xona ijaraga olgan edi. Damer Tuomini o'ldirish niyati bo'lmagan, faqat uni dorilab, yonida yotib tanasini o'rganmoqchi bo'lgan. Ertasi kuni ertalab Damer uyg'onganida
Tomining og'zidan qon oqayotgan edi. Damerning qo'llari va bilagi ham qattiq ko'kargan edi. Damer keyinchalik uni o'ldirganini eslolmasligini va bunday qilganiga ishonolmaganini aytgan. Damer katta chamadon sotib olib, uning jasadini buvisining uyiga olib boradi. Bir hafta o'tib, u boshini, qo'llarini va oyoqlarini tanadan ajratadi. So'ng suyaklarni go'shtdan ajratib, go'shtni mayda bo'laklarga kesadi. Go'shtni plastik qoplarga joylaydi. Suyaklarni choyshabga o'rab, bolg'a bilan maydalaydi. Bu jarayon taxminan 2 soat davom etadi. U Tomini boshidan tashqari jasadining barcha qismlarini axlat chiqindisiga tashlaydi. Tomini o'ldirgandan keyin Damer uning boshini choyshabga o'rab qo'yadi. 2 haftadan keyin u boshni kuchli yuvish vositasi va oqartirgich aralashmasida qaynatib, bosh suyagini saqlab qolishga harakat qiladi. Damer bu bosh suyagi bilan ancha vaqt jinsiy aloqa qilib yuradi. Oxir oqibat bosh suyagi juda mo'rt bo'lib qoladi va Damer uni maydalab yo'q qiladi. Shundan so'ng 27 yoshli Damer faol ravishda qurbonlarni izlay boshlaydi va ularni odatda buvisining uyiga olib keladi. Qurbonlarni u birinchi dorilar bilan dorilab, jinsiy aloqadan oldin yoki keyin hushidan ketkazadi. Qurbonlar hushidan ketgach, ularni bo'g'ib o'ldiradi. Avval 14 yoshli James doktorni yalang'och suratga tushish uchun $50 taklif qiladi. Keyin esa 22 yoshli Richard Guerreroni birga tunash uchun buvisining uyiga olib boradi. Ular bilan jinsiy aloqa qilgandan so'ng ularni dorilab, bo'g'ib o'ldiradi. Jasadlarni bo'laklaydi. Yana o'sha ssenariy. Bosh suyaklaridan tashqari barcha qoldiqlarni axlat chiqindisiga tashlaydi. 1989-yil 25-martda Damer 5-qurboni 24 yoshli model bo'lishni istagan Anthony Searsni barda uchratadi. Damer o'sha kuni jinoyat qilishni rejalashtirmagandi, biroq Sears unga yoqib qoladi. Damer uni buvisining uyiga olib kelib, dorilab, bo'g'ib o'ldiradi. Ertasi kuni Damer buvisining vannaxonasida jasadni boshini tanadan ajratadi va uni bo'laklaydi. Go'shtni tanadan ajratib, suyaklarni maydalab, chiqindiga tashlaydi. Damerning aytishicha, unga Sears juda yoqib qolgan va u doimiy saqlab qolgan birinchi qurboni bo'lgan. U Searsning boshini va jinsiy a'zolarini yog'och qutida saqlagan. 1990-yilning may oyida Damer buvisininkidan ko'chib chiqib, 924-shimoliy 25-ko'cha manzilidagi 213-xonadonda yashay boshlaydi. Damerning yangi uyi joylashgan hudud jinoyatchilik xavfi yuqori bo'lgan hudud toifasiga kirar edi. Lekin uning ish joyiga yaqin edi va ijara narxlari ham uni qanoatlantirardi. Ko'chib kelishi bilan Damer o'zining qurbonlarini ketma-ket o'ldira boshlaydi. 32 yoshli Raymond Smith, 27 yoshli Edward Smith, 22 yoshli Chikagolik Ernest Miller, 22 yoshli David Thomas, 17 yoshli Kurtis Strauter, 19 yoshli Errol Lensley, 31 yoshli Tony Hugheslarni o'ldiradi. Ularning barchasini dorilab, bo'g'ib o'ldiradi. Damer sotib olgan Polaroid kamerasida jasadlarni turli pozitsiyalarda suratga oladi. So'ng ularni vannaxonasiga olib kirib bo'laklaydi. U kislota solingan maxsus bochkada qurbonlarning go'shtlaridan suyaklarni ajratishda foydalangan. Ularning go'shtlarini muzlatgichga saqlagan va ularni taom o'rnida iste'mol qilgan. Uning qo'shnilari 213-xonadondan chiqayotgan yomon hidlar va zanjirsimon arra ovozi haqida bino menejeriga muntazam shikoyat qilishadi. Damer bino menejeriga muzlatgich buzilib qolgani va uning ichidagi ovqatlarning aynib qolganligi sababli bu hidlar chiqayotganini aytadi va uni tezda tuzatishga va'da beradi. "31 yoshli Damer Wisconsin Avenue bo'yida 14 yoshli laoslik o'smir Anirak Sentasamfonni uchratib qoladi va unga suratga tushish evaziga pul taklif qiladi. Dastlab Konnerik bu taklifga ikkilanib qaraydi, biroq keyin rozilik bildiradi va Damerning kvartirasiga boradi. U yerda ich kiyimda suratga tushadi. So'ng Damer uni dorilab, hushidan ketkazib, o'z ehtiyojini qondiradi. Konnerik hushidan ketishidan oldin Damer uni yotoqxonaga olib kiradi. U yerda
3 kun avval o'ldirilgan Toni Hyusning jasadi yalang'och holda pol ustida yotardi. Kanirak bu jasadni ko'rgan bo'lsa-da, dorilar ta'sirida hech qanday reaksiya ko'rsatmaydi. Bu safar Damer Kanirakning bosh suyagiga tor teshik ochib, xlorid kislota yuboradi. So'ng bir necha piva ichib, yonida yotib qisqa muddat uxlaydi. Uyg'onib, spirtli ichimliklar sotib olish uchun ko'chaga chiqib ketadi. Kvartirasiga qaytayotganida Kanirak ko'cha burchagida yalang'och holda laos tilida gaplashib o'tirganini ko'radi. Uning yonida 3 ta ayol turardi. Damer ularga yaqinlashib, Kanirakning qo'ldan ushlab kvartirasiga olib ketmoqchi bo'ladi. Ayollar bunga yo'l qo'ymaydi va 911 ga qo'ng'iroq qilganliklarini aytishadi. Milwaukee politsiyasining 2 xodimi voqea joyiga kelgach, Damer o'zini juda xotirjam tutadi. U politsiyachilarga Kanirak uning 19 yoshli sevgilisi ekanini, u haddan tashqari ko'p ichib qo'yganini va mast bo'lganda o'zini doim shunday tutishini aytadi. Ayollar esa bu gapdan g'azablanadi. Ulardan biri politsiyachilarga Kanirakning tizzasida jarohatlar borligini, uning jinsiy a'zolaridan qon oqayotganini va Damer uni kvartiraga olib ketishga uringanida qarshilik ko'rsatganini aytadi. Biroq politsiyachilar ayolning gaplariga e'tibor qaratishmaydi. Politsiyachilar Damer va Kanirakni kvartiraga kuzatib borishadi. Damer bu vaqtda mahalladagi jinoyatchilik haqida gapirib, politsiyachilarga o'z minnatdorchiligini bildiradi va ularni chalg'itishda davom etadi. Damer politsiyachilarga Kanirak uni sevgilisi ekanini isbotlash uchun o'sha kechada olingan yarim yalang'och suratlarni ko'rsatadi. Politsiyachilardan biri xonadonga kelib, faqat yotoqxona eshigidan boshini chiqarib qaraydi, lekin yaxshilab tekshirmaydi. Politsiyachilar kvartirani tark etar ekan, Damerga unga yaxshi qarang deb aytishadi. Politsiyachilar ketgandan so'ng Damer Kanirakning boshiga yana xlorid kislota yuboradi va bu safar u halokatli bo'ladi. Ertasi kuni 28-mayda Damer ishidan bir kunlik ta'til olib, Kanirak va Hyusning jasadlarini bo'laklashga bag'ishlaydi. U an'anaga muvofiq ushbu qurbonlarning ham bosh suyaklarini saqlab qo'yadi. Shundan so'ng 20 yoshli Matt Turner, 23 yoshli Jeremy Weinberg, 24 yoshli Oliver Lacey, 25 yoshli Joseph Bradehoftlar ham Damerning navbatdagi qurbonlariga aylanishadi. Bu vaqtda Damer seriyali qotilliklarning yakuni haqida o'ylab ham ko'rmas edi. ...1991-yil iyul oyida Damer 32 yoshli Tracy Edwardsga yalang'och suratga tushish va piva ichish evaziga $100 taklif qiladi. Tracy unga rozi bo'ladi va ular kvartiraga borishadi. Ichkariga kirgach, Edwards yomon hidni va pol ustida bir necha xlorid kislota qutilarini ko'radi. Damer ularni g'ishtlarni tozalash uchun ishlatishini aytadi. Biroz suhbatdan so'ng Damer Edwardsning bilagiga kishan taqadi. Keyin uni yalang'och suratga tushish uchun yotoqxonaga olib kiradi. Yotoqxonada Edwards devorda yalang'och erkaklarning posterlarini, televizorda esa erotik filmlardan lavhalar ketayotganini, burchakda kuchli hid taratayotgan ko'k bochka turganini ko'radi. Damer pichoqni ko'rsatib, Edwardsni yalang'och suratga olmoqchi ekanini aytadi. Edwards uni tinchlantirish uchun ko'ylagini yechib, agar kishanni bo'shatib, pichoqni olib qo'ysa, bunga rozi bo'lishini bildiradi. Damer boshini Edwardsning ko'ksiga qo'yib, yurak urishini tinglaydi va pichoqni ko'ksiga bosib, uning yuragini yeyishni niyat qilganini aytadi. Edwards imkon tug'ilganda derazadan sakrash yoki eshikdan yugurib chiqishni rejalashtiradi. Keyin u hojatxonaga borishni iltimos qiladi. Damer rozi bo'ladi. Edwards o'rnidan turganida Damer kishanni ushlab turmaganini payqaydi. Shundan so'ng Edwards uning yuziga urib, eshikdan yugurib chiqib ketadi. Edwards Milwaukee politsiyasiga murojaat qiladi. Politsiya xodimlari 213-xonadonga zudlik bilan yetib kelishadi. Politsiyachilar uydagi tortmani tekshirib, undagi Polaroid kameraga tushirilgan suratlarni topishadi. Suratlarda odam jasadlarini turli bo'laklash bosqichlari tasvirlangan edi. Shundan so'ng politsiyachilardan biri muzlatgichni ochib, pastki javonda yangi ajratilgan qora tanli erkakning boshini ko'radi. Damer men qilgan ishlarim uchun o'lishim kerak deb o'ziga o'zi pichirlaydi. Milwaukee politsiyasining jinoyatlarni tergov byurosi kvartirani batafsil ko'zdan kechirganida
Oshxonada 4 dona ajratilgan bosh topiladi. Yotoqxonada va shkaf ichida jami 7 bosh suyagi borligi aniqlanadi. Muzlatgichning pastki qismida qon tomchilari yig'ilgan lagan, javonlarda plastik qoplarga solingan 2 yurak va qo'l mushaklari bo'laklari bor edi. Muzlatgichning butun bir tana, shuningdek, inson a'zolari va go'sht solingan paket muzga yopishib qolgan holda topiladi. Tergov jarayonida Damer advokatlar ishtirokidan voz kechib, hamma narsani tan olishini, bu dahshatni uni o'zi yaratganini va uni tugatishni istashini aytib o'tadi. Damer bir necha qurbonlarning jasadlari bilan jinsiy xohishlarni qondirganini ham tan oladi. Shuningdek, qurbonlarning go'sht va a'zolarini ham keyinchalik yeyish uchun saqlagan. Odatda u iste'mol qilmoqchi bo'lgan tana qismlarini yumshatib, turli ziravorlar bilan taom sifatida tayyorlaganini aytadi. Jeffrey Damer qurbonlarni iste'mol qilish sabablarini tushuntirar ekan, dastlab ularni qiziqish tufayli tatib ko'rganini aytgan. Keyin esa, menimcha g'alati bo'lsa-da, bu ularni mening bir qismimga aylantirgandek tuyulardi degan. Jeffrey Damer sud jarayonida minbarga chiqib, o'zi va advokati tomonidan tayyorlangan bayonotni o'qib beradi. Bayonotda u hibsga olingandan keyin ozodlikni xohlamasligini va hattoki ochiqchasiga o'z o'limini istashini aytadi. U qotilliklari nafratdan kelib chiqmaganini, qurbonlar oilalari va Milwaukee shahriga yetkazilgan dahshatli zararlarni hech qanday so'z yoki harakat bilan bartaraf eta olmasligini tushunganini ta'kidlaydi. Damer jamiyat uni hech qachon kechirmasligini anglaganini, biroq Xudo uni kechiradi degan umidini bildirgan. Bayonotini u quyidagicha yakunlaydi. Men bilaman, qamoqdagi vaqtim dahshatli bo'ladi. Ammo qilgan ishlarim uchun nima bo'lsa ham munosibman. Rahmat hurmatli sudya, men eng og'ir jazoga tayyorman. Hech qanday yengillik so'ramayman. Damerga ayblov bo'yicha umrbod qamoq jazosi va qo'shimcha 80 yil beriladi. O'lim jazosi ko'rib chiqilmaydi, chunki Wisconsin shtatida o'lim jazosi bekor qilingan edi. Jeffrey Damer hukm qilingandan so'ng Wisconsindagi Kolumbiya axloq tuzatish muassasasiga yuboriladi va 1994-yil vafot etguniga qadar o'sha yerda saqlanadi. Birinchi yil davomida uni boshqa mahbuslardan yolg'iz kamerada saqlashadi. Bir yildan so'ng Damerning iltimosiga ko'ra uni kamroq xavfsizlikdagi bo'limga o'tkazishadi. Unga hojatxonalarni tozalash bo'yicha 2 soatlik kundalik ish yuklatiladi. 1994-yil 28-noyabr tongida Damer o'ziga yuklangan ish vazifasini bajarish uchun kameradan chiqadi. Damer xodimlar xonasini tozalayotganida yana bir mahbus Christopher Scarver qamoqxona sport zalida 51 sm uzunlikdagi temir tayoq bilan Damerning boshi va yuz qismiga qattiq zarba beradi. Damer tirik holda kasalxonaga olib borilsa-da, 1 soat o'tib vafot etadi. Scarverning so'zlariga ko'ra, Damer hujum paytida hech qanday ovoz chiqarmagan. Scarver darhol kameraga qaytib, qo'riqchiga "Xudo menga shuni buyurdi, Jeffrey Damer o'ldi" deb aytadi. U hujumni oldindan rejalashtirmaganini aytgan bo'lsa-da, keyinchalik temir tayoqni hujumdan oldin kiyimiga yashirganini tan oladi. Scarverning aytishicha, Damerning so'nggi so'zlari "Menga farqi yo'q, tirik qolamanmi yoki o'lamanmi, meni o'ldiraver" degan. Damer o'z vasiyatida hech qanday dafn marosimi o'tkazilmasligini va uning jasadini kuydirishlarini xohlashini aytgan. 1995-yilning sentyabriga kelib, Damerning jasadi kuydiriladi va kulini ota-onasi o'rtasida bo'lishadi. Ota-onasi uning miyasini ilmiy tadqiqotlar uchun saqlash masalasida kelisha olmaydi. Shundan so'ng bu a'zo dastlab saqlab qolinadi, biroq 1995-yil dekabrda kuydiriladi. Damer 12 qurbonni o'ldirgan 924-shimoliy 25-ko'cha manzilidagi Oxford Apartments 1992-yil noyabrda buzib tashlanadi. Milwaukee Civis Pride guruhi Damerning buyumlarini sotib olib, yo'q qilish uchun mablag' yig'adi. $407 ming dan ortiq mablag' to'planadi va buyumlar
Illinoys shtatidagi noma'lum poligonda ko'miladi. Damerning hayoti va jinoyatlari nafaqat sud zallarida, balki ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritib borilgan. Bugungi kungacha u haqida ko'plab intervyular, ko'plab serial va filmlar, kitoblar ham nashr qilingan. Xo'sh, sizningcha Jeffrey Damer tuhmat jinoyatchi edimi yoki jamiyatning ham bunga ta'siri bormi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Biz sizlar bilan xayrlashamiz. Bizni kuzatishda davom eting.